Assalomu alaykum, bizni kuzatib barcha obunachilar. Ushbu ko'rib turgan zapchaslaring Namangan viloyati Cho'ja zapchas bozori deyiladi. Mana Norin daryoni bo'yida. Xudo xolasa xohlagan zapchaslaringni bu yerdan topasizlar. 28 ta tizi, 40 emtizi hammasidan bor. Mana endi ham so'ylib masala bo'lyapti. Kimga qanaqa zapchas kerak bo'lsa, eskimi, yangimi bemalol kelib topib olib ketasizlar. Mana yangi konteynerlarda, bu konteynerlarda yangi zapchaslar ham bor. Hammasidan olaverasizlar kelib. Mana bu tomonlarda shu ko'rgan bo'lsalaring kamaz, zil, 53 shunaqa katta texnikalarga zapchaslar sotiladi. Shunaqa texnika ishqibozlariga bu videoni tashlab qo'yinglar. Kanalda yangilar obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib qo'ying. Yaxshi shunaqa texnikalar, shunaqa zapchas bozorlar birinchilardan bu sizlarga yetib borish uchun bozorimizning oldi tomonidagi ko'rinish holati. Mana Belarus zapchaslar. Shu nomerga urasizlaring ham yo'lida kelishtirib qilib berishadi. Kabina so'raganlarga traktorlar